Laboratoriya mashg'ulotimiz metrologiya va standartlashtirish fanidan sirt g'adir-budirligini profilograf yordamida nazorat qilish. Bunda bizlarga Time 3200 modelidagi ikkita profilograf qurilmamiz kelgan. Bu qurilmalarimiz quyida ehtiyot qismlardan iborat. Birinchisi namuna detalini joylashtirish uchun prizmamiz. İkincisi, sirt g'adir-budirligini nazorat qilishimiz uchun datchikimiz bor. Bu datchikimizdan ikkitasi mavjud. Eng asosiy o'lchov asbobimiz Time 3200 aparati. Va bizlarga kerak bo'ladigan sirt g'adir-budirligi uchun namunalar. Bu namunalar RA bo'yicha 0.4 mikrometrlik, 0.1 mikrometrlik, 3.2 mikrometrlik, 1.6 mikrometrlik namunamiz, 0.8 mikrometrlik namunamiz. Bu adapterimiz bizlarga Time 3200 qurilmamizni ma'lumotlarni kompyuterga ko'chirib olish uchun kerak bo'ladi. Bu yerda yana Time 3200 qurilmamizni zaryadlash uchun ehtiyot adapterlar. Time 3200 aparatimizni soz holatga keltirishimiz uchun dastlab tayanch oyoqchalari bor buni. Bu tayanch oyoqchalarni mahkamlab olamiz. Bitta tayanch oyoqchani mahkamlab oldik. O'ng tomon tayanch oyoqchani mahkamlashimizdan oldin biz bunga datchikni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana qurilmamizni o'ng va chap tomoniga tayanch oyoqchalarini mahkamlab oldik. Endi bizga o'lchash uchun namunamizdan bittasini ochib 0.8 mikrometrli namunamizni ochamiz. Va namunani prizmaga joylashtiramiz. Bundan so'ng Time 3200 aparatimizni ishga tushiramiz. Buni sirt tozalik RA bo'yicha sozlab olamiz. Va datchikimizni prizma ustiga joylashtiramiz. Datchik uchidagi ignamiz namuna detal ustida ilgarilanma-qaytma harakat qiladi va namuna detalimizni sirt tozaligini aniqlab beradi.
Buning uchun biz ishga tushirish tugmasini bosamiz. Qurilmamiz namunada ko'rsatilgan RA0.8 mikrometr sirt tozaligida datchik yordamida aniqlash ishlarini bajardi. Bunda Time 3200 profilograf datchikimiz natijasi 0.725 mikrometrni tashkil qildi. Bundan tashqari biz faqat namuna detallarini emas, bu bizni sirt qadr budurligini aniqlash bo'yicha bilim va ko'nikmalarimizni shakllantirish uchun lozim bo'lgan namuna detallar. Biz endi mashinasozlik texnologiyasi laboratoriyasida ishlab tayyorlangan detalimizni sirt qadr budurligini nazorat qilamiz. Buni prizma oldiga joylashtiramiz. Bunda bizga orqa tomonidagi tayanch oyoqchalar yordam beradi. Tayanch oyoqchalardan foydalanish profilograf apparatimizni nazorat qilinayotgan detalga perpendikulyar ravishda joylashishi uchun lozim. Oldingi namunada olingan natija apparatimizni arxiviga saqlanadi. Keyingi natija uning davomiga. Mana joylashtirib oldik va ishga tushirish tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, profilograf apparatimiz aniqlanadigan detalni sirt qadr budurligini RA bo'yicha 276 mikrometrni ko'rsatdi. Bu apparatimizni ishlash prinsipi asosan datchikimizni ilgirlama qaytma harakati va bu datchikning uchidagi ignasini detal yuzasiga botib ilgirlama qaytma harakat qiladi va RA ya'ni sirt profilining eng yuqori 5 ta va eng chuqur 5 ta qiymati bo'yicha o'rta arifmetika bo'yicha hisoblab avtomatik ravishda ma'lumotlarni hisoblab natijasini chiqarib beradi.